Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Yana biz Xumdonni tepasidan video qilyapmiz. Xudo xolasa ko'rib turganlaringdek hozir 10 mingtalik mashinamiz yuklanish jarayonlari ketyapti. O'ta tumanlar o'ta qalin. Tumanda ham vodiyda istalgan chekkasiga doğru olib borilyapti. Qishlarimizda ranglarini ko'rib turganlaringdek atlasni holatda, razmerlari standart 6, 12, 25. 10 mingtalikdan tortib 3 mingtalikga mashina bor. Cheklanmagan miqdorda yetkazib beryapmiz. Xomushlar oxirgi poliyalardan olib kirishlar bo'lyapti. Xomushlar chiqarilishda hozir to'xtagan. Mana bu kechqurun bu o't yoqqanlarga isinish xonasi bo'ladi bu. Alohida yana o xonalari ham bor. Bu yerdan ko'ra o't qarab turishadi. G'ish o't ketmasligi uchun, chala pishib qolmasligi uchun shu yerda nazorat qilishib turadi ishlarda. Xo'sh. Yana qayerlarda tuman bo'lyapti? Bir kommentariyaga yozib ketasizlar. Keyin ishlarimizni juma kunlari 10 so'mdan skidkalarni qilib qo'yganmiz. Keyin mana shu videomiz inshaalloh 1000 ta layk yig'sa, 1000 ta layk yig'sa 1000 ta, 500 ta layk yig'sa 500 ta shu mashinamizni ustiga qo'shib jo'natamiz inshaalloh. Xudo xolasa. Hozir bu yerda o't yoqish jarayonlari ketyapti. Ochib ko'rsatsak. G'isht pishgani. Ming gradus. Yerga temir tushib ketsa ham erib ketadi. Ko'rib turganlarning shu jarayonda pishadi. Xumdon aylana bo'ladi. Aylantirib pishirishaveradi. Tumanlar aytib o'tgandek o'ta qalin. Pastdagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Vodiy bo'ylab eng arzon narxlarda yetkazib beramiz. Hozirlarga yuklanish jarayonlarini ko'rsatib o'tamiz. Mana ishlarda ranglari. Ishlarimizni sanoqlariga o'qalanib ketmasligiga garantiyalari bor. Vodiyda istalgan chekkasiga 3 mingtalikdan tortib 5 mingtalik, 10 mingtalik cheklanmagan miqdorda yetkazib beraveramiz. Zavodda o'zida kelib olib ketsalaring 750 so'mdan, juma kunlari 740 so'mdan. Kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'lasizlar.